İltimos profesör. Jinurson. Profesör. Meni o'ldirib qo'ya qoling. Yoju A. Kim Don-hyun, Chon Soo-bin, Bon Jae-hyun, Chon Woo-sok. Do'kondagi muhabbat. Sen asosiy qahramonsan. 4-qism. BC25 ga xush kelibsiz. Xush kelibsiz bu. BC25. BC25 ga xush kelibsiz. Yaxshi, agar qo'ng'iroq ovozini eshitsang, qo'lingni ko'tar. Xush kelibsiz bu 525. Barakalla. Endi chap tomonda. Xush kelibsiz bu 525. Yaxshi, kel davom etamiz. Xush kelibsiz bu 525. Xush kelibsiz bu, xush kelibsiz, xush kelibsiz, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Yaxshi, xush kelibsiz, xush kelibsiz, xush kelibsiz, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qo'y, to'xta, bunday qilma. To'xta, yo'qol. Mayli ketaman. Kechqurun muhim uchrashuvim bor. Mayli ketdim. Bizni kechiring. Sigara olsam maylimi? Ha, mayli, ketaman, mayli. Xo'p, xayr, buni olishingiz kerak. Ha, mayli, xo'p, rahmat. Kuningiz yaxshi Ma'zur o'tsin. tutasiz, janob. Nega meni uyg'otmading? Juda ham yaxshi uxlayotgan ekansan. Kechir. Hech qisi yo'q. Ahvoling yaxshimi? Nima, kechasi bilan uxlamaganmiding? Ishlay olasanmi bugun? Qiynalayotgan bo'lsang aytishing kerak. Yo'q, ahvolim yaxshi. Direktor, endi ketishingiz kerak. Say hello 아침 인사를 건네고 또 다시 시작되는 하루가 좋아서 그래 Holiyam ketmadingmi? Ha, endi men ham sen bilan birga ishlayman. Rostdanmi? Qachondan beri? Bugundan boshlab. Bilmasam, Don-hyun yordam berishimni so'radi. Ha. To'g'risini aytsam, bir kishi uchun bu yerda ish ko'plik qiladi. Menga oson bo'ladigan bo'ldi. Men ham xursand bo'ldim, Eshini, hatto hojatxonaga kirishga ham vaqtim yo'q edi. Agar yaxshiroq ishlaganingda bunday bo'lmagan bo'lardi. Tavba. Men bilan shunday gaplashishing shartmi? Nima bo'lganda ham yordaming tegadigan bo'ldi. Kel birga ishlaymiz, do'stim. Kimga gapiryapman o'zi? Bu qo'pollikka yarasha qo'pollik bilan javob bo'lishi mumkin. Hojatxonaga borib kelsam maylimi? Tezroq borib kel, ishimiz hali ko'p. Yaxshi, 5 daqiqada qaytaman. Kechirasan. Allaqachon oy oxiri keldimi? Jinurson,
Nimadir g'alatiligini sezgandim ha. Telefonimni ham qoldiribman, endi tamom bo'ldim. Bu turishda qanday ketaman? Jinursin, endi nima qilaman? Keyingi ishchi qachon keladi u qiz bola? O xudo, u hali hojatxonaga kiradimi, yo'qmi? 저 어떻게 하냐고. 누구세요? Kim u? Hoy. Eshikni 3 soniyadan keyin och. Hoy. Senga katta rahmat. Shunchaki uyingga bor. Qolganini o'zim qilaman. Yo'q, hozir yaxshiman. Ishlayveraman. Shu ahvoldami? Ha, g'alati ko'rinyaptimi? Baribir senga katta rahmat. Aytgancha qorning ochmadimi? Mana buni yeb ol. Bu nima? Amal qilish muddati tugab bo'lgan ekan, yeb yubor. Ha, shundaymi? Xohlamasang yema. Yo'q, xohlayman, ber. Xohlamayapsan-ku? Nega endi xohlayman? Yo'q, xohlamayapsan. Men xohlamayman demadim-ku. Buni yemaysan. Uni menga yeyishga ber. Nima qilyapsiz? Ha, Dongshun. Yaxshimisiz? Men shunchaki charchagansiz deb o'ylagandim. Shuning uchun ovqat olib keldim. Direktor, juda ham mehribonsiz. Mana senga sandwich. 내 손을 잡고 이 순간을 느껴 Mana bo'ldi. Senga yaxshi ovqat olib kelishdi. Men buni yeya qolaman. Men xuddi do'kon ishchisidek tug'ilganman. Muddati o'tgan narsalarni yeyishni yaxshi ko'raman. 맛있겠다, 맛있겠다. 맡겨요 Do'kondagi muhabbat ovoz berishda Nora va Ilhom ishtirok etdi. Favorite